Bunga qara xotin. Yana Rayim nasiya kelyapti. Hozir nasiyaga go'sht so'raydi, lekin men bermayman. O'zi 10 kilo go'sht qarz bor, 1,5 million men bermayman. Istamang o'zim boplayman. Ishingizni aytavering siz. Hay xotin. Qaytib go'sht olmayman aytaman uni. Davay. Hurmat, sizjon hurmat. Sizjon yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi uydagilar? Rahmat. Muddoga o't Rayim. Shu deysan, bu kecha qudolar kelyapti. 1 kilo go'sht bersang, ertaga pulni keltirib tashlab o'tib ketadi. Yolg'on gapirma Rayim, ertaga keltirib beraman deb 10 kilo go'sht olgansan, 1,5 yil bo'ldi. Bermaysan sen. O'ylaygar beraman ertaga keltirib, rost. O'ylaygar deydi, qasam qo'rsan, bermaysan sen bil. Neden aytingiz? Rayim aka sizga go'sht kerak a? Mana lahmni joydan 1 kilo. Qudalaringiz bilan mazza qilaysiz, xo'pmi? Oling. Rahmat kelinjon, rahmat. Xotin, qanday go'sht berding? Zerdan berdim, zerikman. Ivi. Nima bu? Rayimjon, endi nasiyaga faqat shunday kasdan beryapmiz-da. Bemalol 12 oy bo'ldab tilasangiz ham bo'ladi Rayim aka. Xudolar bilan kayf qilib yeysiz. Piyozcha bilan zo'r ketadi, Rayimjon. Xotin yomon qildingiz. Ajab bo'lsin. Taqdirimiz bir bo'lsa biz yonim, va'da berib ishamiz.